Ürümçide birinci so'roqda layliqqa ogohlantirish bag'oqchisi ko'rsatildi. Savollarning to'lisi menga bakmo azobliq keldi. Meni tayoq emas, bir ruhiy azob tugashtirmoqda edi. Bu ma'lum bo'layotgan alomatlarning hammasi haqqimizdagi ma'lumotning Xalicam tarafidan ta'minlanganligini isbotlayotdi. Kamerda yotgan chog'larimda savol-so'roqlarni, yuz bergan ishlarni bir-birlab xotirlab, ondan bularni bir yerga, bir-biriga jipsilashtirib tahlil qildim. Bag'oqchini Xalicamga ko'rsatganim yodimda. Ammo keyin uning qo'lidan elishni unutib, boshqa ishga kirishib ketibdiman. Shu peti bag'oqcha uningda qopdi. Aslida bundaq narsalar darhol ko'ydirilishi kerak bo'lsa-mu, uyg'urchilik bo'pti. Yig'ilish yerimizni men uningga degan edim. Bilmayman, boshqa yo'ldoshlarim birasiga deganmi yo'q. Savollarning mazmunidagi nuqtalar va bizning yig'ilishlarimizda qilinayotgan muhokamalar va o'rganish temalariga uyg'un keladi. Buni bir ichki istixborotchi yepuchi bilan ta'minlamasa, qiyos bilan buncha dal, buncha to'liq uchurga ega bo'lish mumkin emas edi. Ammo Xalicamning shu ma'sum kiyikning ko'zlaridek chiroyli ko'zlarini ko'z oldimga keltirsamla, jimmi gumonlarimning beliga tepadi. Uning menga kotib bo'lishi, men kelishdan burunla uning hozir holatda saqlab turgan bo'lishi normalmidi? O zamanlarda ayollarning idoralarda ishlashi bekmi kamdan kam uchraydigan ish edi. Andisanda ayol o'qituvchilar bor edi desakmi, hukumat idoralarida bundaq ahvol asosan yo'q deyishkili bo'ladi. Bu hol balkim viloyatlarda, Ürümchida ancha-muncha bo'layotgandek bo'lsa-mu, nahiyalarda haqiqatan mo'jizadaklik ham uchraydigan ish edi. Dastlab men bu kotibni ko'rganimda ko'nglimda shundaqroq bir gumonning soyasi lipla qilib o'tgandek bo'lgan. Ammo tubki qurilmadagi soddaligimiz tufayli keyin buni atrofliq o'ylab, tahlil qilib baxmayla o'tib ketgan ekanman. Nimishqa ishq mubtalosi bo'lib, ko'zimga hech nima ko'rinmay qoldi-ki-na? Nimishqa ashu muallimlardan obdaroq so'rab baxmagan bo'g'iydim. To'y qiladigan qarorimdan keyinla uloq e'lon qilibdiman. Bu holda kim uning haqida salbiy narsalarni tilga ilishga petinadi uyg'urchilikda? Ko'ngil oyab bo'yda qilish degan bo'pli turadigan ish tursa. Oradan 5 oy o'tganda 2-yilning bahorida Uyg'ur mening turmada ekanligimni uqib yo'qlab ketdi. Aslida uni gomindangchilar o'zlari izlab topgan. U orqali menga nasihat qildirmoqchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Bundaq ishlar xeli umumiygo. İkimiz xeli azadi ko'rishdik. Normalda bundaq ko'rishtirish bo'lmaydi. Shunga mening gumansirab qolmasligim uchun u buningga izohat berdi. Mas'ud Sabir rais bo'lish bilanla Iso hukumatga bosh kotib bo'ldi. Men Isoning xususiy kotibi bo'ldim. Hozir men hukumat binosida ishxona tutdim. Ammo vaqt chiqarib gimnaziyada dars o'tyapman. Shunga qo'limdagi belga menga xeli jiq imkonlar berdi degina. Merdiven o'sibdi, tabriklayman, dedim tuzla. U meni ta'ddi qilyaptimdikin deb gumansirab ko'zimga qarab qo'yib, ko'zimdan bundaq bir alomatni topolmagandan keyin xotirjam bo'lib, "Heliqi o'zbek qiz bilan to'y qildim. Ibrohim Muti bilan baji bo'ldik. Burunqi tonish bilishlarning hammasi uylandi. Ha, rost, esim qursin. Unutqili tas qaptiman. Bilamsan, bizning sho'ruqdan kim keldi? Qo'shnimiz Baqiy ustidan Ömer keldi", dedi hayajon bilan. "Menga Shiram, sana mendan yaqinroq tuqqan-ku. Nim deysan oy, qayerda?" U lang elib ketdikan. "Qandoq uchrashib qoldinglar? Sening nadiligingni bilamdikan ya?" "Bilmayman, qandoq topqanni. Yomon tazg'u u. Menga tasodifiy uchrashib qolgan bo'lib oldi. Men o'ylayman, u izlab so'rab yurgan bo'lsa kerak." "Qandoq bo'ldi keyin?" dedim yurtning xabarlarini ko'proq o'qishga tirishib. "Do'st dushmanning oldida yurtga bir deb basun deb uni aylantirdim degina. O'lkilik hukumat binosiga, ashu Shangshisay o'ltirgan binoga kirdim. Mana mushu binoda ishlayman deb ko'rsatdim. Ömerning ko'zlari piyoladek bo'lib ketdi. "Voy, bu ya oynakkan-ku, teyilib ketyapman" deb bilikimni tutyapti. "Pon qo'yib degina, yurtning ahvoli qandoqkan? O'lim yetim, og'riqsizlik degandek nima yangiliklar bormish?" "Kimni so'rab kimni qo'ysan? So'ramabdiman.
dedi u azmilik bilan. Voy Isit, tafsiliyroq so'rsangchu. Mening shu ayolimdan tabarruk qolgan bir talla balam bor emasmi? Shu hayotmidu? Shuni bakmi bilgim keladi. Bir xabarimiz bo'p qala, ko'nglingni yerim qilma. Men nadim bilay sening ahvollaringni. Men shu 1936-yilning oxiridan boshlab yurtqin berib baxmasam. Menmu uning bundaq sərməstligiga bir nima deyishning foydasi yo'qligini bilatdim. U endi o'zining amili o'sib, yanchuqi pul o'tishayotganligini sezdirib qo'yish uchun xushomadkorona gaplarni qilg'ili turdi. Qandaq ehtiyojing bo'lsa davagin, men akilib bera olayman yoki birlaridan avatman. Ko'rishmoqchi bo'lsang, o'lgilik hukumat ishlaydigan Uyg'ur apandi bilan ko'rishiman deb talab qilsang, menga yetkazmay qolmaydi. Hergiz tartınma öz boğandikin. Buludu, tartınmasam tartınmay. Əmsə, bana şundaq bir işni qoşub baxsan. Bu işqa hökumətni arlaşdırsan buzuludu. Şəxsi münasibətin bilan qılsan. Kuchada bana katib boğan birisi var idi. Mən tutulğandan keyin onun qandaq boğanlığını sürüşdürüb baxsan. Ondan onun derigini alalısan, onunda mening amanatlarim var. Şularni deb berman. Sen şularni ilib-ilib, ba'zilarini menga akilib bersan. Masalan, kitoblarni. Bo'ladi, men sirishtiray. Buni hukumatga tayinish ketmayli qila olayman-ku. Bunchalik ish deganni. Dedi u. Yana boshqa gap yo'q. Hey Sabit. To'limi bo'yining qattiq odamdasan. Dedi u 5-chayqab. Sen turmada yotsang, biz bearam bo'ladi ekanmiz degina. Gap anglamading emasmi o'z vaqtida? Biz degandek qilgan bo'lsang, seningmi martabang o'satdi. Hozir turmada emas, erkinlikda bo'latding demoqchimi? Bu menga yangilikmidi? Esingda bo'lsin, tajovuzga uchragan bir mamlakatda bir vatanparvarning yeri har qachon turma. Bir millatchining joyimi har qachon turma. Bu oxir qismi emas, uni bilaman. Turmada bo'lmaslik uchun yo singan nonni yeydigan odatdagi bir jonliq bo'lishing kerak. Ya bo'lmasa munofiq bo'lishing kerak. Ammo seni vatanparvarligingdan tutdimi? Eli tarafning odami debmi? Sen u taraflaringni esingdan chiqarib, o'shur. Ularning hammasi vaqtliq, har zaman yengishlanib turadigan narsalar. Sening turmada bo'lmasliging faqat zamon masalasi, agar munofiq bo'lmasanglar. Bu kommunistlar bakmi qattiq bo'ladi o'jima, angladingmi? Mas'ud apandi rais bo'pti. Ahmedjonlar chichanglab turolmayli qoldi. Ana ularning millat degini. Albatta, bu ajoyib g'alita. Shuning uchun men deyman-ku, davlat menga o'zgarmaydigan qimmat. Sening uning maslaklari o'tkunchi. Masalan, Ahmedjon Jang Jirong rais bo'lganda mayli dedi. Qara, naqadar g'alita ish. Ammo Mas'ud rais bo'pti, chidayolmay qoldi. Xitoy bo'lsinki, qarshi fikrdagi Uyg'ur bo'lmasin deb. Bo'lmasa, Jang Jirong kim? U o'xshashli bir gomindangchi, o'xshashli kommunist dushmani. U faqat davlat manfaati uchun maslak dushmanligini ikkinchi sirog'iga tushirib qo'yib turayotganli gap. Ammo Mas'ud yoki Ahmedjon davlat manfaati uchun maslak xafaligini ikkinchi sirog'iga tushirib qo'yib turishga unumaydi. Qara bu bema'niliklarga, xatoning qayerligiga aqlingni ishiltib boq o'shur. Sen yana shu Sabit, dedi u bosh chayqab. Senmi shu? Shuncha ko'p paketlar oldida yana shu peting. Bo'pti, men yana kelman. Av ishlaringdan xabar olasam kelaman. Menga bir oz kitob akilib bergan bo'lsang yoki avassangmi bo'ladi. Bugun natijada vaqt boshqa o'tsa umrning so'riqi bor. Bu qatim hamda sana inglizcha o'rgatadigan birasi yo'qmikan? Afsuski yo'q ekan. Bu qatim qisi tozimi ma'nisiz bo'lyotidi. Talada nima yangiliklar bor? Üç apandi bir siyosiy partiya qurishni o'ylashib, buning loyihasini tuzish, programmasini yozishni mening bajam Ibrohim Muti, Abdurahim O'tkir, Haji Yaqub, Po'lat Qodirlarga topshirgan ekan. Ular Turkiyaning partiyalarining programmalari va tuzilish alohidligini o'rnak olib yozib chiqibdi. Keyin buni apirib Isoga ko'rsatgan edi. Iso apandi xafa bo'lib ketdi. Nemisi yoqmay qopdi. Ular uni mustaqil bir davlatning partiyasidek Sharqiy Turkistonni mustaqil davlat o'rniga qo'yib yozishibdi. Shuningga xafa bo'ldi. O'g'lim, biz mustaqillik talabida emas, muxtoriyat talabidamiz. Shunga buni mushu mazmunda yozishing kerak, dedi.
Muhammed Emin Buğramu bir az bununğa gap qo'shdi. Kirish so'zi mustaqillik xohishida bo'pti. Buni tuzitib, oliy muxtariyatga uyg'unlashtiring. Buningga ko'ra, Xitoylar davlat mudofaasi diplomatiyaga mas'ul bo'ladigan bo'lsa-mu, agar diplomatiya obyekti bir musulmon davlat bo'lgan ahvolda bosh elchi Xitoydan muavini Uyg'urdan bo'lishi kerakligi haqida bir modda qo'shish kerak dedi. Bu ishlarga hech inkos bildirmadim. Faqat o'z gapimni qildim. Kitob akasang, sizlarning uchmaslikinglarga aloqadorni akama. Kuchada o'qib chiqdim ulardan. Kommunistlarninkini mu akamma, ham akammaysan. Diniy kitoblar bo'lsa akal, tarix, adabiyotga doir bo'lsa-mu bo'ladi. Men biladigan tillarning qaysida bo'lsa bo'laverdi. Ma'qul. Uyg'ur Adil ko'ngil sig'ini ayrildi. Uning ko'ngli nimadan g'ash bo'ldi? Bunisi qiyos qilish tas edi. Mendek bir yurtliqi tuqquni turmada bo'lib qolganiga ko'ngli yerim bo'lganmidi? Bu ehtimol edi. Yoki nasihatlarining menga o'tmaganiga, meni odam qilamaganiga ko'ngli g'ash bo'lganmidi? Bumi ehtimol edi. Agar saqchi taraf uni menga nasihat qildirishga, meni ba'zi narsalarga iqror qildirishga avatgan bo'lsa, bu vazifasini o'rindayolmaganligining g'ashligidir yoki? Bumi ehtimol edi. Uning bilan biz bir o'stanning suyini ichib cho'ng bo'lgan. Bir qandan kelgan bo'lsaqmi, bugun bir-birimiz bilan qarma-qarshi iqimda edik. Qiziq yeri, o'tirda talashadigan manfaat yo'q. Aksicha, manfaat birligimiz turib, quruq gap uchun shundoq edik. Taqdirning g'alati chaqchiqida bu. Bir necha kundan keyin menga bir bo'loq kitob keldi. Uyg'ur gapida turibdi. Kitoblarning hammasi Xitoycha ekan. Bumu bir xil ifoda, moyillikni aks ettiradi. Ammo topilganimdek uning ichida Gomindangning bir nimalari yo'q ekan. Bular chet el adabiyotiga doir asarlar bo'lib, tarjimasini yaxshi degil bo'lmaydi. U zamonlarda Xitoylarda tarjima qizg'inligi ko'tarilgan bo'lsa-mu, chet el tillari murakkab grammatikali qurilmaga ega. Xitoy tili bo'lsa, nihoyat ibtidoiy formada to'xtab qolgan. Faqat 4-may harakatidan keyinla grammatika degan nuqqandan keyin ba'zi qoidalar yangidan paydo bo'lg'achqa, tarjimalar koni bagu uslubi bilan yangilikchilarning uslubi orasida jon talashgan holatda ifodalaydi. Shuning uchunmi o'qib tushunish xeli mushkul edi. Uning ustiga qatnash qolaysizligi tufayli Sharqiy Turkistonga yetib kelgan kitoblarning hammasi 15-20 yil avval tarjima qilib nashr qilingan koni kitoblar edi. Shundoq bo'lsa-mu, bekor yotgandan yaxshi edi. Xitoylarning o'zlarining yangicha uslubda yozilgan kitoblarmi bor ekan. Ularni tushunish osonroq bo'lsa-mu, shu Xitoy hayoti tasvirlangan qurlar odamning jonini siqatdi. Xitoy odatlari, yolg'on ifodalar shunchalik badanini tikanlashtiradiki, voy insonlar, deb etdim. Shu peti 4 oy ko'rinmagan Hoshur bir kuni paydo bo'lib qoldi. Har holda kepti. Menga ichki kiyimlar, yeydigan narsalar, kitoblar elib kepti. Bu xeli cho'ng iltifot edi. Agar Hoshur bo'lmagan bo'lsa, bu murakkab qurilmaliq Urumchi shahrida mening kimim bo'ladiki, meni yo'qlab kelgidek. Hey Uyg'ur Adil, hey Uyg'ur. Qo'yma sig'indirding-ku meni. Bir peshkal tatib qolmagansan. Sen-ku hozir omating kelgan bir davrdasan. Ammo xizmatim aldirash bo'lib shu, dedi u o'zini aqlab. Yo'qsa, ko'nglingga amma mundaqla chiqishib deb qo'ydim. Kamsanmi nima deyalaydim? Yo sen men qarzda bo'lmasang? Undaqmi deb ketma. Biz yot bo'lmagandikin, qarzimmi yo'q emas. Shunchalik o'ylagan bo'lsang, Alloh sendan rozi bo'lsin. Xo'sh, gaqila. Kuchadagi katibang ayolmidi? Ha, ko'p gap so'ramay, anglag'iningni bayon qiliver. Shundaqmi ya? Ha, bir ayolkan. Sen nimandaq puxtinimisan ha? G'inqib tinibmi qo'ymabsan? Sen tutilgandan keyinla u Urumchiga ketgan degan uchurni oldim. Ondan uni Urumchidan tepish tasga to'xtadi. Nim deysan? Mendan keyin u Urumchiga ketibdi. O'zimi yo unimi tutib keltiribdimi? O'zi desakmi bo'ladi ya'ni. Nima degan gap u? Desakmi bo'ladi? Demasakmi bo'ladigan tarafi qaysi buning? Men Xalichamning oqamdilla Urumchiga kelgan turib, mushu chaqqichi meni yo'qlamag'iniga bakla ochig'im. To'g'risi bir oz nima desam bo'ldi ekan?
xizmati mushtarabga o'tkazgandek shundoq gapdi. Qayerda ishlab o'tibdi? Sana buni qandoq uqtirishimni bilmayman. Hoşur ko'zlari alichekman bo'lgan holda uyoq-buyoqqa qarab etib, og'zingdan chiqib ketmasin. U Juntongning odamidek qiladi. Juntong Xitoycha Juntong harbiy sistema, Kuomintang jasuslik organining harbiy sistemadagisi degan nomda. Abdurdin. Nima? Shundoq. Sening mana shundoq chekchiyib, yoqamga esilishingni bilgashga, Raurus ishonch qilmoqcha kammay dedim. Uni darhol topqandim, ammo munosabatlarini kuzatdim. Uni topqandila mening havolamni demasdan nimishqa ko'z tutib ketding? Sen bilan o qadar yaqinligimni, tegi-taktini bilmagan birsiga deydigan zamonmi bu? Kuzatdim, qarasam, sapli yuqori darajalik amaldorlarga aralashadigandak qiladi. Aşkar salohiyatiga mos kelmaydigan bir turlik munosabatlari bor ekan. Keyin hukumat xizmatchisi salohiyatimni ishlatib birsidan so'radim. Tasdiqladi. Gumonim to'g'ri ekan. Yuragimni bir narsa qattiq qamallab olgandek tugilib ketdim. Hoshurning yana nimalarni deganligi quloqimga kirmadi. Bir kamda Hoshur xo'shlashdi. Nimalar deganligimni bilmayman. Kameraga qaytib kirib, o'zimni o'rnimga tashlab yetib, so'qir uchay bo'lib qolgandek to'lg'ishatdim. Menga alam qilgani uning menga bo'lgan so'ygisining saxtıligi edi. Agar u vazifa ehtiyoji bo'lmasa, menga tegmaydi ekanda. U aslida menga tegish uchun hozirlab qo'yilgan qopqon ekan. Menmu dal ustiga besibdiman. Bu ishni unutib ketish haqiqatan og'ir edi. Şuna Hoşur keyinki qaytim kelganda yanılı bu haqdagi talabimni aytdim. Nimaliki bo'lmasin, sen uning menga satqinlik qilganligi yoki meni maxsus ko'z tutishga belgilangan jasus ekanligini bilmagan qiyofatda uning bilan ko'rishgin. Menga deydigan gapi bo'lsa, yetkizib qo'ydiganligingni de. Menga berdigan omonatlar bo'lsa, berib qo'ya oladiganligingni de. deb qistidim. U haq bak gumonxo'r keladi. Menga chatqi yetmasin deyman, deb til chaynadi Hoshur. Biroq mening bakchang turib elishim natijasida ma'qul degan bo'lsa-mu, buni rost qilishiga ishonch qilamadim. Yana ashundoq uzoq yo'qab ketib, yil oxirlarida keldi. Deydigan hech gapim yo'q. U bir parda o'yin edi. O'yin oxirlashdi, dedi. Hoshurning elib kelgan javobi shundoq bo'ldi. Bu rostilla Xalichamning javobimi yoki u o'zi ko'rishishga xush yoqmay, yo'tiq urib topdimi, bir nima deyolmayman. Omonatlar haqida nima dedi? Chidab turib savolni davom qildim. Ha, unimi so'rdim. U haqda omonat deb ketgudek nima ekan u? Bir top eski tuski kitoblarmi? Shu qolgan yerda qoldi. Men shularni ko'tarib yurgudekmishmanmi? dedi. Amdi mening deydigan so'zim qolmadi. Bir qiravatgan besimni birdam tutib o'zimni tizginladim. Bu azobliq ish meni xili kunlar mashg'ul qiladi. Shunga hozir Hoshurning oldida bu haqda takrar og'iz ochmaslik uchun uni boshqa mavzuga boshlamoqchi bo'ldim.